Mutolaa vaqtida ustiga kitob qo'yib o'qiladigan maxsus kursi nima deyiladi? Nomda. Yo'q, bilmayman. Nomini bilmayman, lekin mana shunaqa. Lamut deyiladi. Ha, o'sha. Amerika tuyaqushi qanday nomlanadi? Lamamidi? Qush tuyami? Nandu deb. Qiyin savol bermanglar. Seni bugun ko'rishim kerak, seni bugun ko'rmasam bo'lmas jumlalari qaysi shoirga tegishli? Muhammad kim edi? Hozir men eslayman. Ha, G'afurjon. Kim edi? Erki boqiydim. Ha, topdim. Erkin mana aytdim-ku. Jinoiy jazodan ozod etish yoki belgilangan jazoni yengillashtirish nima deyiladi? Amnistiya. Kitoblarning yetamish bizga. O'zbek tilshunosligida nechta tinish belgisi bor? 12 ta. 10 ta. 10 ta to'g'ri. Qaysi shoiraning ilk she'riy to'plami Hayot varaqlari deb nomlangan? Zulfiyami? To'g'ri, Zulfiya. Yo'q. BMTning bolalar huquqi bo'yicha bo'limi nima? UNESCO. UNESCO. Kitob o'qimadim. Mana shunaqa fakt eshitdim. Bolalar UNICEF. UNICEF.